Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Ya o'zingni unaqang yo'q bola. Ana qildim-da. Mayli iftorlikka ular aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anavni nima qilamiz shunda? Ya hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anavni qilmadingiz-ku. Ya men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anov qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anavni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni unaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, unaqasi bor, unaqasidan qilsa unaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana babi. Oq kiyimlarni unaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni unaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyani xomashosida unaqa qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina unaqa qilib tura qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anavni qo'yladinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin anav oluvdingiz, anav qiling endi, anav bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anav qilmay, qo'shni anavingizga siqsa anav qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgin, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.